Ko'pincha yaqinlarim, kuzatuvchilarim, hamkorlarimdan bir xil savol keladi. Siz ham uxlaysizmi, charchaysizmi, shuncha energiyangizni qayerdan olasiz deb. Albatta charchayman, issiqjon borki, toliqadi, charchaydi va albatta uxlash kerak. Lekin kam uxlab kun davomida hamma ishimga ulgurib, energiyaga boy bo'lib yurishimda asosiy sababchi mahsulot bu Enol kompaniyasining Biodrom mahsuloti. Biodrom produkti adaptagan mahsulot bo'lib, kun davomida yaxshi kayfiyat, kuch-quvvat, energiya bilan ta'minlashda xizmat qiladi va undan tashqari organizmdagi har xil zaharli toksin allergenlarni organizmdan yuvib tashlaydi. Bolalardagi har xil shamollash, immunitet tanqisligi va gijjalarni ketkazishda va tanadagi har xil toshmalarni yo'qotishda va undan tashqari yurak qon bosim kasalliklarida, qon aylanishini yaxshilashda, qandli diabetni mutlaqo bartaraf qilishda, qonni butkul tozalashda, jigar ishlash faoliyatini yaxshilashda ham juda ham zo'r mahsulotimiz hisoblanadi. Ya'ni bu mahsulotning funksiyalari juda ham ko'p. Aynan bu mahsulot bilan siz har qanday kasalliklaringizga bartaraf berib, kun davomida kuch-quvvat va energiyaga to'lib, sog'lom yurishingizda juda ham qo'l keladi.